Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Maha va bugungi videoda nega filmlar ushlab olgansan Maha, yog'ochlar, doskalar va toshlar desanglar, men o'tgan videolarni xullas gapirganman videolarimda birisini emas. Bolalar, Markni uyini kattalashtirib beraman hali. Maxning o'g'lini mening jiyanim desang ham bo'laveradi. Bolalar, sizlar kommentga masalan ko'p video chiqmaydigan qolsa, masalan video chiqmaydigan bo'lsa, oldingi videoni kommentga kirasizlar. Agar oldingi videoni komment bo'lmasa, xullas oxirgi kommentni ochiq videoni kirasizlar bolalar. Endi yangi xabar kelgan bo'lishi mumkin, haligi yaqinda yangi video chiqarayotgan degan. Sizlar ham hali beri o'smabdi. Ishlari yo'q bugunga hozirda. Lekin albatta kerak bo'lib qoladi ishlar. Bolalar daraxt chopgani ketdi. Chiroqdan chopamiz ozgina. Chunki bo'lmay ketadi. Atmosferasidan chiqib ketadi. Gapimga tushundinglar? Menga daraxt o'zi kerak xolos. Haligi ko'rgan bo'lsanglar, yoni jichcha nasrori. Markni yoni sal nasrorga. Haligi daraxtda ishladi bo'lsa, ana kichkina ya. Ana omborlar, yerning oldidagi. Men yana qayta albatta masik qo'yaman. Omborxonani ham ko'rsatma. O'zim chiqmay qolgan bo'lsa, uzr, sizlarga omborxonani ham ko'rsatmoqchiman. Bunday izzatni uyi. Ko'rgan bo'lsanglar, mana bizning omborxona. Mana bu kattalarda hech nima yo'q. Mana bu tarafdagilarda вообще mana hech nima yo'q bolalar. Faqat monolarda bor. Kamon, mashlarda bor xolos. Mana boshqalarda hech nima yo'q. Mana hech nima yo'q. Ularda endi mana yerda qizil kravat, yaxshirog'idan qo'yamiz. Birinchi o'rinda mana bunday. Voy, nega yeyapsan? O'zi aytdi menga o'g'ling. Ha, mayli o'zi aytgan bo'lsa. Men bilan sotib qilasan, maha. Yo'q, sen o'zing sotib qil, dedim, kelyapsan. Bosilib ketdi sotib. Xafa bo'ldim, qilmas ekansan. Qilmayman, chunki men qilmagan bo'laman, qilmagan bo'lsam. Kattalashtiramiz. Markni uyini qo'yaverama. Qoch. Qochmasam qochmagan bo'laman. Qochmasang qochmagan bo'lasan. Men ismim Izzat. Izzat nimaga qissatmas? Qiziqdikda shu izzat qo'shishga. Qiziqmaslik kerak odam qiziqsa qiziqqan bo'lib qoladi. Ya, siz qiziqqanmisiz biron nimaga? Men qiziqmaman, men futbolchi bo'lishga qiziqaman. Bizni futbolchilarimiz lattaku. Qanzanda macheda. Ko'p, Eldor Shomurodov, Abdufazilov, Husanovlar kammi? Huzur, polizim pisibdi, polizim pisibdi demoqchi bo'lyapman. Mayli, birinchi mana buni qilib olay. Hoy, Max, ko'ryapsanmi? Men kattalashtiribman. Ha, juda yaxshi, o'zi tiqilib ketdim. Shu kichkina uyda deya turdi.
Uyning ikkinchi qavatini menga bering deya turdi. Ha. Nu xato qilib yuborgan bo'lsam, uzr Max. Mayli, hech nima qilmaydi. Oddiygina bitta xato-ku. Xatoda qanday yashaydi? Xatosiz. Men xato qilyapman, tushunibsan? Sen qaydan xato qilasan? Xato qilgan yo'qsan-ku. Bilmayman, o'sha xato qilyapman. Xato qilganimda-da. Xo'p, mana bu yerdan olib tashlaymiz va devaga chiqishim kerak. Bu tabiiy hol, yaxshi. Bu yerdan endi kattaroq uyda mazza qilib yashaydi Max. Nima Max yashaydi? Mark yasaydi. Nimani yasaydi Mark? Hech nimani yasamaydi, yashaydi. Ko'rasizlar, yasaydi deyveraman. G'alati gapiraveraman. Uy g'alati, manida ham bo'ladi o'ynak. Mayli. No, hozir. Hop. 12 ta bo'lsa ham mana kerak. Bunday qilib qo'yamiz. Narvon yasashimiz kerak. Ayon. Xato gapiraveraman. O'zim bilmagan holda xato gapiraveraman. Qanday 30 ta. 38 ta. Hop. Yashaymiz. Tilim qursin, tilingga til qo'shilgir, mahaya. Men yashab turaveradi. O'zini ota-onasini yashab turaveradi agar qilamasam. Ne kirib olding? Max menga kim? Max bo'lsa so'kaman. Max mikro'rasan. Endi o'zimni qo'limni ko'ryapman. Yaxshi. Nima endi? Tepaga chiqasanmi? Tun bo'lyapti, uxla, ertaga qilaverasan. Qilmayman ertaga, tushundingmi? Nega qilmaysan? Chunki ertagacha Mart qayerda yashaydi? Biznikida yashayveradi. Nima, Martni juda yaxshi ko'rasan? Yaxshi ko'rasanmi? Yomon ko'raman. Uyini qilib berma bo'lmasa. Yomon ko'rasan ku. Yo sen bilib turib yaxshi ko'rasan deyapsan. Yo menga shunday tuyulyapti. Bilib turib so'rayapman. O'shadan bilib turib so'rash nima kerak? Rostdan ham bilib turib nega so'rayapman? O'zim ham hayronman. Sen hamma narsaga hayronsan, bilasan Max? Bilaman. Oy. Mayli, uxlayver. Bo'pti. Bolalar, uxlashim kerak. Nima qilardim? Uxlayman. Uxlagan bo'laman. Uxlamagan bo'lsam uxlamagan. Kamerani o'chirib turaman pauzaga. Bolalar, barchaga assalomu alaykum. Yana haligina kamerani yoqim kelmayapti, chunki 2 soat vaqtimiz ketadi. Sizlar mana bu meni nega uryapsiz? Zo'rsayaptimi? Go'zal chiqyapti-ku. Bunaqa narsani bu shakarku bu. Mark. Voy Mark. Markmisan, Maxmisan? Mark yaxshimisan? Tepaga chiqamiz. Endi mana shuni qiyish qo'yaveraman. Yaxshi. Qiyish qo'yaveraman. Tushunayapsizlarmi nima? Hech nima. Chunki hech nima bu hech nima bo'ladi. Chunki bu hech nimada chunki. Shuni qanday qilib qo'yishga men hayronman-da. Hozir buni bir nima qilib qo'yaman. Mana bolalar, hozir narsa qildim. Qurdim va hozir bunga qo'yaman va barchaga xayr, like va komment